Kim biladi bu nishonlarmi, nishonlamaydi. Bu nishonlamaydi bu kley. Mana hozir yana bitta foydali ma'lumot ko'rsatamiz. 5000 so'mlik paketdan 10000 so'mga olasizlar. Kleydan mana bunday turib. Yo'q. Kerak emas. Ha, bunday turib shunday o'tkaziladi. Plyus terayotganda ko'pchilik qiladigan xato. Shpatilda buni kleyda surkab chiqardi, keyin plyus qo'yiladi. Shuni mana oson varianti. Paketni teshiladi. Yer ketlaveradi. Hop. Mana qo'ydirib, tars etib yopishtirib qo'yilaveradi. Bu foydali ma'lumotlar bilmaganlarga, bilganlarga emas. Bilganlar yezilcha bundan osonroq varianti bo'lsa o'rgatish olsun. Uni ham qilaveramiz. O'rganishga hech kim kattalik qilmaydi. Sog' bo'lasizlar.